Pinduoduo ilovasida ombor manzillarini o'chirishni, tahrirlashni va nusxalashni o'rganamiz. Buning uchun Pinduoduo ilovasidagi mana shu lokatsiya belgisini ustiga bosasiz. Ombor manzilini kiritish uchun doim shu belgiga murojaat qilasiz. Ayrimda Pinduoduo'ni yangi yoki eski versiyasiga qarab lokatsiya belgisi mana shu raqam tagida turadi. Shu kichkina bo'lib lokatsiya belgisi turadi. Shuni ustiga bosib ombor manzilini kiritasiz. Undan oldingi video darslikda ombor manzilini qanday to'g'ri kiritishni o'rgandik. Endi esa siz bilan uni ombor manzillari bir nechta holatda, masalan, undan oldin boshqa kargolar bilan ishlagan bo'lsangiz, sizda ombor manzillari bir nechta bo'lishi mumkin. Ularni tahrirlashni, o'chirishni va nusxalashni o'rganamiz. Agar siz ombor manzillaridan nusxa ko'chirmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyni bosasiz. Avvalo tarjima qilib ko'rasiz. Tarjima qilganingizda nusxa ko'chirish deb yozilgan bo'ladi va shu joydan nusxa ko'chirsangiz bo'ladi. Agar o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyni bosasiz va o'zgartirish xato qilib qo'ygan joylaringizni to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Mana ustiga bosaman va ochildi. O'zi so'raydi, manzilni to'g'irlamoqchimisiz, to'ldirmoqchimisiz deb so'raydi. Agarda demak o'zgartirishlar kiritmoqchi bo'lsangiz, unga albatta deysiz yoki bekor qilishni boshlaysiz bo'ladi. Hop, mana albattani bosganida mana bunaqa probel paydo bo'ldi, qog'oz. Xohlagan joyingizda, demak xato qilib qo'ygan joylaringizni ustiga bosib, to'g'irlab kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Shundan so'ng yana to'g'irlab qo'yganingizdan so'ng saqlash tugmasini bosib, to'g'irlangan manzilni saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Hop. Demak, buni o'rganib oldik. Endi manzilni asosiy manzil qilib belgilab qo'yish bu muhim hisoblanadi. Mana shu galchka qilib qizil yozuvda turganini bu asosiy manzil qilib belgilab qo'yish bo'ladi. E'tibor bering, agarda sizda ham mana shu 77-chi ombor manzilida turgan bo'lsa, asosiy manzil qilib belgilash joyi iPost Cargo bilan ishlayotgan bo'lganingizda siz to'g'ri belgilagan bo'lasiz. Aynan 77-chi mana shu manzil iPost Cargo manziliga tegishli va uni asosiy manzil qilib qo'yishni unutmang. Agarda sizda boshqa kargolarda turgan bo'lsa, aynan qaysi kargo bilan ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha kargoni shu dumalochani ichiga bosib, o'sha kargoni asosiy manzil qilib belgilab qo'ying. Shundagina siz buyurtma qilayotgan tovar aynan o'sha kargo manziliga boradi. Bu narsa aviakargo va avtokargolar bilan ishlashingizda ham muhim hisoblanadi. Bilasiz, aviakargolarga juda ham ko'p narsalar mumkin emas. Ya'ni kosmetikalar, suyuqlik tovarlar, yonuvchi moddalar va ko'plab tovarlar aviakargolarga mumkin emas. Aynan shunday tovarlarni adashib aviakargo manziliga buyurtma qilib yuborsangiz, pulingizga kuyib qolasiz. Shuning uchun buyurtma qilishdan oldin har doim mana shu asosiy manzil qilib belgilangan joy qaysi ombor manzilida turganiga ahamiyatli bo'ling. Sizga kerak emas manzillarni o'chirib tashlashni o'rganamiz. Buning uchun mana bu X ni bosib, kerak emas bo'lgan kargo manzillarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Mana X ni bosdim va sizdan so'raydi, o'chirib tashlamoqchimisiz deb. Qizil yozuvni bosib, rozilik bildirasiz. Mana ustiga bosdim va manzil o'chdi. Xuddi shunaqa qilib manzilni o'zgartirishingiz mumkin, nusxa ko'chirishingiz mumkin yoki kerak emas manzillarni o'chirib tashlashingiz mumkin. Yoki yana ombor manzillarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, boshqa ombor manzillarini shunda mana shu plyusni bosib qo'shasiz.